Assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, yana sizlar bilan biz Andijon viloyati Jahon mebel bozoridamiz. Xudo xolasa sizlarga shu shohona mebellarimiz obzorini ustakamiz bilan qilib o'tamiz. Videomizga like, podpiska tashlashni unutmanglar. Bo'lmasa videomizni boshlayveramiz. Asadbek, yaxshimisiz? O'zimiz ukamiz bu yoq Asadbek. Birinchi qo'l usta, xudo xolasa qo'ldan kelgancha narxlarni skidka qilib aytadi. Bo'lsa Asadbek boshlardik. Birinchisidan mashinasidan boshlaymiz. Aha, xo'p. Bu ishimiz material nima aka buni? Asadbek. Materiallari sasma odishlar yuzlar. Materiallari turistskiy material. Koreyskiy villor, bular turistskiy. Mana Dinasi materiallari. Xo'p, gullari 3 qavat MDF bo'ladi. MDF mi? Aha, 3 qavat MDF 3D modelda o'yilgan bu. Aha. Qator ko'rsatib o'tamiz. Qo'llarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qo'llarni. 4D formatda ishlangan ekanda. Hollariga keladigan bo'lsak, Hollariga keladigan bo'lsa, bu 80 ga 80. Xollasi zakaz holatda bu 80 2 metrga 80 qilib. ha, bu kattaroq ekanda, demak. Bu xona o'zgarib bo'lsa, narxda farq bo'ladimi? Xona o'zgarib bo'lsa, hech qancha farq bo'lmaydi. Aha. Sizning nomingizdan siz o'zgarmaydi. Ha, demak, taqvo mebeldan chiqsa, narxi o'zgarmaydi. Aha. Demak, bu ishimizning narxi? Bu ishimizlarga qadalgani 10 millionga beramiz. Qadalgan 10 million so'm. Aha. Asadbek iloji boricha narxlarni arzonroq qilib aytaverasiz, chunki videomiz boshida ham aytib o'tdik. Hali narxlarni arzonroq qilib aytamiz deb. Iloji boricha arzon qilib beramiz. Ha, meni kanalimning nomidan chiqsa, biz obunachilarga yo'lda qilib berasiz. Xo'p, keyin komplektimizni yo'taveramiz bo'lmasa. Keyin komplektimiz puli arzonroq bo'ladi. Bular sal. 2D bo'ladi. Ha, işte oldiroqga borasiz ham bo'laveradi. Biz tushuntirib ko'rsatib 2D bo'ladi. 2D. Aha. Hop. Bunimizda ham ishlar 100% sasdan yollarda sip samares. Materiallari mo'shi material, keyin turistskiy, bu ham zinat turistskiy material. Koreyskiy villo. Hozirgi pardalar ayollar tushunadi bu narsani. Aha. Pardalardan materiallar ko'proq ishlanadi bular. Bularda ham o'tib shunaqa 3 ta tuni bor, 180 ga. Aha, pufi 3 ta. 3 ta pufi bor. Aha. Hop, bu ishimizning narxi qancha? Bu ishimizning narxi taqalgani 8,5 ga bo'ladi. Taqalgan 8,5 million so'm. Demak, Taqvo mebel kanalidan chiqdi deydigan bo'lsa, narxlarni arzonroq qilib berasiz. Men obunachilarimga. Siz obunachilaringizga bo'lsa arzon qilib beramiz. Aha, bu. Menimcha, xuddi shu ishda bu rasvetkasi menimcha. Aha, razniy svetka. Biz Andijoncha qilib rasvetka deyapmiz. Xo'p. Bularimiz ham xuddi shu holat. 80 ga 80 stol. Aha. Usti oq bo'ladi. Aha. Tilla svet bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, mana gullar qo'shib chiroyli qilib ishlangan ekan. Bu ishimizning ham narxi 8,5 million. 8,5 million so'm. Xudo xolasa narxlari ancha yengil aytilyapti narxlar. Xo'p. Keyingi komplektimiz. Bu komplektimiz o'tadigan bo'lsak, Bunisi ham xuddi shu. aha. Material Bu farqi bor. ishlarimizni Boshqa bu ham razniy svetkasi. Aha. bunda ham xuddi shu holat. 3 ta pofik. Aha. Stol bunda 2 metrlik. Ha, bu xona, shuni endi aytmoqchi edim. Bunisi uzunroq bo'ladi, 2 metr. Xuddi shu holatda zakazga qilib yuboramiz 2 metrlik. Aha. Xo'p, mana yonboshlarini ham ko'rsatib o'tamiz bu ishlarimiz. Ishga to'lib turishini ham motorni olib ko'rsatsiz. Ha, bo'ldi mana. Ko'rsataveraman, ko'rishlar mumkin. To'lib turibdi, bunda kaltaroq bo'lib turadi. Ha, Ko'rayotganingizlar bir qarish farq bo'ladi. mana bu tarafdan ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu ishlarimiz orqalari ko'rsatib o'tamiz bu ishni. O'zini materialdan ekan, haligi. Silon qoqilmagan ekan, qora. Materiali bo'ladi. Xo'p. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Doğrusu biz kuzatib boringlar, yana yangi videolar qo'shib davom etamiz.